Bir odam pul jihatda eng yuqori martabaga yetsin, shuhrat jihatda, mansab jihatda eng yuqori martabaga yetsin, onun bir ojizligi bor. Allah hosilik qilib turib, Allah qamal degan ishni qilib turib, qo'lishayotgan narsalar bor asli Allohning. İnsan ana shunday ahmoq. Allohning narsasini Allohga hosilik qilib erishmoqchi bo'ladi. Allah ishonmaydigan bir ateist dinsizmi? Bir narsaning quli. Nimaning quli bilamsizlar? Biz o'tgan haftadan boshlab Asmaul Husna, ya'ni Allohningki go'zal ismlari nomli darsimizni boshlagan. Allohningki go'zal ismlarini o'qishdan maqsad nima? Allohni tunish. Biz hammamiz Allohga ishonamiz shundaqmi? Allohni tunimisak, Allohga ishondik degan bu so'zimiz yo yuzaki bo'lib qoladi, yo yolg'on bo'lib qoladi. Chunki tunimagan birisiga qanday ishonasizlar? Allohga haqiqiy ishonish uchun Allohni tunish kerak. Biz buni o'tgan hafta darsimizda so'zlab o'tdik. Shundaqla biz Allohni tunishninki, ya'ni Asmaul Husnaninki bir qancha ahamiyatini so'zlab o'tgan. Uning qatoridan birinchisi Allohni tunish bizning iymonimizning sharti, asosi. Biz odatda tunmaydigan odam bizni manda ish qil desa qanday qilmaymiz, uni anglamaymiz. Ammo u odamninki bir boshliq ekanligi yoki bizningki xo'jayinimiz ekanligini anglagandan keyin, ha, tamom deb buni qanday qilamiz? Qilamiz. Demak, Allohni tunishi bizga ikkinchi bo'lib, amalda texmi kuch beradi. Biz bir ishni harom deb yanamayotimiz, sababi Allohni tunimaganligimiz, Allohning buyukligini bilinmaganligimiz. Bunun qatorida yana qasdi, beshimiz kelgan qiyinchiliklarni, musibatlarni to'g'ri tushunaymiz. Masalan, bir musibat keldi bizga. U kimning keldi o musibat? Ota-onamiz vafot topdi yoki balamiz vafot topdi. Kim olib ketdi ota-onamizni, balamizni? Allah. Allohdan kelgan musibat. Biz Allohni tunisak, mushu musibatlarni to'g'ri tushunaymiz. Masalan, bir qiyinchilik uchrashimiz mumkin yoki bir voqeaga uchrashimiz mumkin. Allohni tunigandan keyin, Alloh taolo bu musibat orqali menga manda bir narsani bildirmoqchi yoki meni g'aflat uyqusidan uyg'otmoqchi deganga o'xshagan uni to'g'ri shaklda tushunaymiz. Masalan, bizni ota-onamiz ursa, bizga o'shkun uramdi. Yo'q, bizga ba'zi vaqtda masalan urib qolsa, olmaydi masalan sizlarga yaxshi bolalarni. Lekin achchiqlab qolsa deyli masalan. Nima uchun achchiqlaydi? Bizga bir yaxshi olsun deb. Demak, biz Allohni tunigan vaqtimizda Allohning bizni sinishini, imtihon qilishini ba'zi musibatlar bilan to'g'ri tushunaymiz. Demak, biz o'tgan hafta Allohni tunishningki foydalari, hikmatlari haqida tunishib chiqqan bo'ldik. Va shundaqla oxirida Allohni tunigan vaqtimizda biz Allohni yaxshi ko'raymiz dedik. Hammalar so'zim hozir, men Allohni yaxshi ko'rmayman deyishinglar mumkin. Lekin Allohni nima uchun yaxshi ko'rasiz? Ya'ni qanday sababini Allohni yaxshi ko'rasiz desam, ko'pincha bilmaysizlar. Biz Allohninki shafqatini bizga bo'lgan, kuyinishini, rahmatini bilgan vaqtda biz Allohni yaxshi ko'ramiz. Biz Allohni yaxshi ko'rgan vaqtimizda Allah bizni yaxshi ko'radi. Ya'ni Asmaul Husna bilan shug'ullanish, ya'ni buni o'rganish, shundaqla Asmaul Husna bu oyatlarni o'qish bizni Allohning sevgisiga erishtiradi. Biz o'tgan hafta darsimizda dedik, bir sahoba har vaqt namozdan keyinda Allohning sifati bo'lgan Qulhullahni o'qiydi. Sahobalar buni shikoyat qilgan vaqtda Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom "Surani nima uchun shunday qildi ekan?" dedi. U sahobadan so'ragandan keyin, "Unda Allohning sifati bor, shuni men yaxshi ko'rmagan vaqtda Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom dedi, uni Alloh yaxshi ko'radi" dedi. Demak, Allohning ism va sifatlarini shunday namozlarimizda o'qish, uni o'rganish bizni Allohning muhabbatiga erishtiradi. Allohning muhabbatiga erishtirgan vaqtda nima foydasi bor? Ma dunyodagi foydasi, Alloh bizni yaxshi ko'rsa, bizning duoyimiz rad qilinmaydi. Sizlar birisini yaxshi ko'rsanglar, sizlar bir narsa olsa, uni rad qilamizlar? Rad qilmaysizlar. Ya'ni yaxshi ko'rgan odamga bir odam eng yaxshi ko'rgan narsani beradi. Endi biz bugun shu bo'yicha darsimizda davom qilamiz. Asmaul Husna darsi qarindoshlar. Bu nihoyat ulug' bir dars. Nima uchun desanglar, har qanday bir kasb bo'lsin yoki hunar bo'lsin, uningki ulug'ligi, hurmati, martabasi nima bilan ifodalanadi? Mashg'ul bo'lgan narsaning qimmatini ifodalanadi. Masalan, velosiped ro'monchiligi deyli. Yaxshi bir kasb shundaqmi? Ammo mashina ro'monchiligi velosiped ro'monchiligidan yaxshiroqmi? Nimishqa? Mashina qimmatli. Mashina ro'monchiligidan doktorlik yaxshiroq. Nima uchun? Odam mashinadan qimmatliroq bo'lganligi uchun. Ya'ni mashg'ul bo'lingan narsaning qimmatiga qarab shu narsaning qimmati o'sadi. Biz Allohning ism sifatlari bilan mashg'ul bo'lmoqchi. Unda bo'lgan ekan, bu ilm, bu dars eng ulug', eng muhim darslarningki birisi. Shunga imkon qadar bu darsga diqqat qilishdan birga bu darsimiz to'g'ri yuklanadi. To'g'ri takrar ko'rib buni o'zingizlarda o'zlashtiringlar. Chunki hadisda Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom dedi: "Inna lillahi 99 mi'atan illa wahida." Allohningki bir kam 100 ismi, uni yodlagan odam jannatga kiradi. Ya'ni hosil qilgan odam jannatga kiradi dedi. Uni hosil qilishgan qanday bo'ldi? Uni tushunish, shuning bilan axloqlanish va shuning tegiga yetib turib Allohga duo qilish bilan bo'ladi. Xo'sh, unda bo'lsa Allohningki 99 ismidan bormi? Yo'q, Allohningki nurg'un ismi bor, ammo biz uni hosil qilsak, yodalsak, oydinlashtirsak, bizning jannatga kirishimizga sabab bo'ldi 99. Faqat Allohning 99 ismidan bor deganlik emas.
Nurg'un ismi var Allah Taola'nınki. Biz biladigan ve bilmaydigan. Endi biz bugün ana şu isimler içinden en uluğu bo'lgan. Shundaqla Allah Taola'nınki isimlerinin hammasi uningga qaytadigan, uningga nisbat beriladigan ismini günümüz. O ismi qaysi? Allah Celle Celaluhu. Allah degan nim degan gap, qarab qaradigan bo'lsak, Qur'on Karimda Allah degan bu so'z ishlatilmagan oyat az. Qur'on Karimda Allah degan bu lafzi 3500 qatimdan ortiq so'zlangan. Shundaqla Allah degan bu lafzul jaloli tarixdan buyon hech qanday bir botil ilohga ishlatilmagan. Masalan, Lat, Uzza degan butlarni iloh degan arablar. Ammo u ilohlarga Allah degan so'zni ishlatilmagan. Hatto Fir'avndek zolimi o'zini Rob degan, ana robbukumul a'la. Men sizlarning Robbinglar degan, ammo men sizlarningki Allohinglar diyemagan. Ya'ni bu ism shu darajada ulug' ismki Allohga xos ism. Unda desa Allah degan bu ism Peygamberimiz kirishdan ilgari yo'q o'xshaydi deb qolmanglar. Peygamberimiz Muhammad alayhisalom kirishdan ilgarimi mushriklarmi Allohni biletdi. Masalan, osmon zaminni kim yaratdi desa, ular nima deydi? Allah deydi. Ya'ni Allohni biletdi. Ammo bilsimi botil ilohlarga Allah degan so'zni ishlatishga jur'at qilolmaydi. Shu Allah Taala Qur'on Karimda hal ta'lamu lahu samiyya. Bu ismda Allohga hech qanday bir o'rtoq yo'q degan. Endi biz Allohninki bundan keyin Rahim sıfatını günümüz, Kerim sıfatını günümüz. Bu isimlerin hepsi Allah'a nispet verildi. Yani Allah'ın ismi şuna Kerim Allah, Azim Allah deyimiz. Yani büyük Allah, şefkatlik Allah deyimiz. Herkes mi? Allah şefkatlik de başka sıfatını Allah'a emez. Yani bütün sıfatlarını Allah'a nispet verimiz. Onda olsa Allah degen bu sözün ki Arap tildeki manasını mı? Allah degen bu sözün Arap tildeki sözlük manasını mı dese, bununla bir qancha tushuntirishlarni bergan tilshunos olimlar. Bunun birincisi bu Elahu-dən çıkan, yani iltica qılınğuchi zat degan ma'ni bildiradi deydi. İltica qılınğuchi ve yardım talab qılınğuchi zat degan ma'ni bildiradi. Birinci ma'nisi. İkincisi hayron qoldiruvchi zat. Yani Allah Taala yaratgan narsaga qarab baqadigan bo'lsak, bizni hayron qoldiradi. Biz inson yaratgan narsaga markazlashgan bo'lg'achqa, voy ma mashinani noch yasabdi deymiz. Ma telefonni noch yasabdi deymiz. Qarasak o sizlar hayron qolgan, biz hayron qolgan mashina olsun, telefon bo'lsin, dunyoda bor narsalardan foydali qanaqalik yasaqliq. Uning qanday yasalishi, qanday yasalib, uning mohiyatini azroq izlangandan qanaqalaydi, tushunalaydi. Ammo Alloh yaratgan oddiy narsa qarab baqsak, u bizning aqlimizni lol qiladi. Masalan, sut desak, nimadan chiqadi? Aqlsiz, halab yeydigan kaladan chiqadi. Shundaqla nereden chiqadi? Qon bilan yeringning orasidan chiqadi. Bunun içinde bedenimizge faydalı ilminatlar, oqsil, vitamin var. Her gün ettigende faydalı deb içimiz. Ama bu kaleden çıkıdı. Da oylansak, asla hayran qilish deyishki narsa ma'vo. Biraz zavod yasay oldi-mi? Masalan, sizlar hayran qolgan mashina prinsipini tushunalaysizlar. Manda ekan batareyasini paryan debdi. Bu to'qliq mashina andi deb mohiyatini tushunalaymiz buningki. Ammo Alloh yasagan oddiy narsaning biz mohiyatini tushunmaymiz. Shunga hayron qoldiruvchi zot deganmi shu? Yani yaratgan narsa hayron qoldiradi. Allah qanda chiqaradi bu aqlsiz qalidan. Yani ishiga halabni yeydi, suti chiqaradi bizga foydali. Xuddi bizning badanimizni bildigandek. Masalan, uzuqliqshunoslar uchun sutni tadqiq qilib, uning ichidagi ma'lum kasallikka foydasi bor bir ilmini bayqash orqali ba'zilari magistr bo'lsa, ba'zilari doktor bo'ladi. O aqlsiz hayvon ishlab chiqargan narsa ustidan bir risala yozib bir odam doktor yoki magistr bo'lsa, ustida chiqargan qalini agar qalidan chiqdi deb qarab qolsak, ne diyişimiz gerek? Profesörden de o. Demek o Allah çıkardı ama bu kanda çıkardı. Akıl aciz kıldı. Yani Allah'ınki Allah degen bu lafz celalınki ikinci manası bo'lgan hayron qoldiruvchi degan bu ma'nosini mana Allah yaratgan narsalar qarab qolaymiz. Üçüncü ma'nosi ibodatga loyiq zot degan ma'nosi bor. Bu eng umumlashgan, eng mo'tabar ma'nosidan birisi. Allah ibodatga loyiq zot. Çünkü Allah bütün məxluqatların yaratqucusu, bütün kainatın yaratqucusu. Onda bo'lgan ekan, ibodat qilishga faqat va faqat Allah loyiq. Bu Allah sözününki Arab tilidagi söz ma'nosi. Endi Allah degan qandaq zot. Allah'ın qandaq zot ekanligi Qur'on Karimda bir qancha oyatda tushuntiriladi. Biz bugun faqat qisqagina bir qancha oyatlarni tushunishga tirishimiz. Qur'on Karimda en büyük ayet deb atalgan bir ayet var. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bir sahabeden Kur'an'daki en ulug' ayet qaysi deb so'ragan vaqtda o sahabe Allah ve Resuluhu alem, Allah ve onun peygamberi yaxshi biladi dedi. Peygamberimiz Muhammed'in tekrar so'ragandan keyin bu sahabe Ayet-el Kürsi degan vaqtda seni ilim bilan tabriklayman deb Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bu sahabeni tabriklagan. Yani Kur'an'daki en büyük ayet Ayet-el Kürsi. Sebep bununda Allah'ın sıfatı var. Yani Allah'ını
tushuntirgan bir oyat. Unda bo'lsa biz bu oyat orqali Allohni tushunishga tirishimiz. Allohu la ilaha illa huval hayyul qayyum. Biz bugun o'rganmoqchi bo'lgan, bugun tunimoqchi bo'lgan Allah degan bu lafzul jaloli qandoq Allah la ilaha illahu. Yolg'iz bo'lgan, bu biz hayron qolgan koinotni, hayron qolgan o'rinlashtirishni faqat va faqat yolg'iz yaratgan, hammamizni yolg'iz yaratganlik uchun, o'zi yolg'iz bizga rizq berganlik uchun yolg'iz uning bilan ibodat qilishga loyiq bo'lgan zot. Ya'ni u Allah yolg'iz Allah. Huval hayy, u Allah tirik Allah. O'lim degan ojizlik, insonning eng chong ojizligi. Bir odam pul jihatda eng yuqori martabaga yetsin, shuhrat jihatda, mansab jihatda eng yuqori martabaga yetsin, onun bir acizligi bor. O bo'lsin qaysi? Kasallik va o'lim. Eng küçük padişahlarımı ölgen, en küçük padişahlarımı kesel bo'lgan. Ama bu Allah hay, daim, ebedi, cheksiz hayat. Ölüm degan bir narsa Allohga mansub berilmaydi. Unda bo'lgan ekan biz ülep ketadigan mahluqning keyini qo'llashmasligimiz lozim. Hozir hammanglar voy palani topchi deb cho'ng bilasizlar. Voy palani deb cho'ng bilamiz. Hammasi biz cho'ng bilgan, biz keyini qo'llashgan narsaning hammasi ülep ketadigan, ma dunyoda 60 yil, 70 yil yashaydigan bir mahluqlar. Anda olsa biz kimning keyini qo'llashimiz lozim, kimning gapini cho'ng bilishimiz lozim? Doim hayot bo'lgan. Biz tug'ilishdan ilgari hayot bo'lgan, bundan keyin hayot bo'ladigan, tirik bo'lgan Alloh taolaga ibodat qilishimiz lozim. Allohning gapini cho'ng bilishimiz lozim. Faqat va faqat Allohni rozi qilishni o'ylashimiz lozim. Al-Qayyum, u Alloh bütün ishlarni idora qilib turuvchi, bütün ishlarni tutib turuvchi Alloh. Qanday idora qilib turuvchi? Hozir mendagi hammamizningki bu badanimizdagi muqim tutib turishga tegishli bütün ilmlar joyida bo'lg'achqa, men menda sizlarga so'zlayapman, sizlar menda o'ltiryapsizlar. Qon tekshirsanglar, faloni modda yuqoridaydi, bir moddaning tuandaydi agar mijozimiz qolmasa. Bu bizning bexabar, sog'lom tutib turayotgan zot kim? Alloh. Qayyum degan bütün ishlarni tutib turuvchi, idora qilib turuvchi degan gap. Ya'ni bu dunyodagi koinot va biz bir idora qilib turuvchiga muhtoj. Masalan, yer shari desak hozir. Yer shari xuddi bir mexning ustida turg'izganga o'xshash va uning dumi bak inchga. Mexning ustida turg'izgan bir top nesalar. Qulog'ni azroq tasanglar, yiqilamdi, yiqilmamdi? Yiqiladi. Yer shari ana shuning dumi inchga. Unda bo'lgan ekan, bu yer shari doim tutib turadigan bir zotga, doim idora qilib turadigan bir zotga muhtoj emasmi? Muhtoj. Ana shu inchga bir yer sharini tutib turayotgan zot kim? Allah. Yer tervetiş orqali Alloh taolo bizga shundoq bir shafqat qiladiki, shundoq bir narsani bildirib qo'ydiki, ey insonlar, agar men azroqli qo'yvassam, sizlar hukm talqon bo'lasizlar deb yer tervetiş orqali bu yerning asli terib ketadiganligi, ammo Allohning bizga rahmat shafqat qilib doim turib bizga in'om qilayotganligini bildirish uchun yer tervetib qo'ydi. Masalan, nima uchun kasal bo'ldi inson? Asli Alloh taolo bizga doim shifolik berib turmasa, yani nurg'unlagan bedenimizga kirgan mikroblarni o'ltirib turmasa, bedenimizda bir qatın hücreler o'lib, bir qatın hücreler tirilib, qanimiz joyida oyinlanib, mushundaq turmasa, inson saq turolmaydiganligini bildirib qo'yish uchun, ey bandam, ana shunday kasallab qolsa, agar men seni doim qayyum sifatim bilan, shafiy sifatim bilan shifolik berib, seni shunday idora qilib turmasam, sen shunday kasallab qolsa-da buni bildirish uchun Alloh taolo ba'zi kishilarni ana shunday kasal qilib qo'ydi. Demak, qayyum degan doim idora qilib turuvchi, doim tutib turuvchi, tangshab turuvchi degan ma'noda. Masalan, qarab qaradigan bo'lsak, yo'lbos yilda 3 qatim aslanlaydi. Qo'ychi qancha qatim tug'adi? Normal dilda abdaroq sortliq olib qolsa, 2, ammo ko'proqi 2 yilda 3 ne. Ammo yo'lboschi 3 oyda birini aslanlaydi. Biz yo'lbosni qurbonlik qilmaymiz, yo'lbosni o'ltirib yemaymiz, ammo qo'yni qurbonlik qilamiz, o'ltirib yeymiz. Bunda qarasak, agar sastiga salsak, yo'lbos besib ketdi mana shaharni. Qo'y qamiz o'tdi. Chunki har qurbonlikda 2 milliard musulmonninki kamdisi 3 ning bir balkim qurbonlik qiladi. Ammo yo'lbos 3 oyda bir qatim arslanlaydi, uni hech kim qurbonlik qilmaydi, go'shni yemaydi. Burada bir tamponlik bor. Kim bu tamponlikni tutib turgan? Alloh. Demak, koinot har vaqt bir ekologik muhitni saqlab turuvchiga muhtoj. Masalan, bir uyni hozir yoki ishxonni hozir 2-3 kun tozalamasak, bir axlat tashlamasakmi, biz bu yerda yashagandan keyin nihoyat mayna to'p ketadi. Tozalamasak, bu koinotni kim tozalaydi? Bir yomg'ir yog'ish orqali, bir shamol chiqish orqali Alloh taolo bu koinotni tozalab turadi va har xil shaklda ekologik muhitni saqlab turadi, ya'ni idora qilib turadi. Demak, qayyum degan nima ekan? Allohning qaysi sifati ekan? Doim bu koinotni idora qilib turuvchi degan gap. Ya'ni Alloh taolo yolg'iz bir zot, o tirik va o bütün ishlarni, koinotni, bizning hayot turishimizni
idora qilib turadi. Hozir men gap qilyapman. Qanday gap qilganligimni men bilmayman. Gap qilish orqali shunday gap qilish iroda qilaman, lekin gap qilaman. Ama gap qilish uchun nurg'un ilmlarni saqlash kerak meniki. Kurash uchun nurg'un narsalarni saqlash qo'ymayman men. Kim meni tutib turayotgan oyoqda? Alloh. Ya'ni mayli biz olsun, koinot olsun, bütün koinotni idora qilib turayotgan Allah. La ta'khuduhu sinatu va la nawm. O Allah'ni müyüdeş tutmaydı, uyku tutmaydı deydi. Nima uchun Alloh taolo müyüdeş tutmaydi deydi? Ya'ni bu kainat shunchalik inchkiki, agar Allohdan na'uzubillah shunda mügidab qoldigan bir sifat bo'lib qolsa, bu kainat hukm talqon bo'lib ketadi deydi. Ya'ni Allah mügidashdan, uyqudan xoli. Buning isboti koinotninki nihoyat inchik intizom bilan harakat qilayotganligi. Lahu ma fis samawati va ma fil ard. Osmonlardagi va zimindagi narsalar Allohning. Biz Allohga osilik qilib turib, Alloh qilmang degan ishni qilib turib, qo'llashayotgan narsalar bor asli Allohning. Inson ana shunday ahmoq. Allohning narsasini Allohga osilik qilib turib erishmoqchi bo'ladi. Sizlardagi narsani, siz yomon ko'radigan bir ishni qilib turib birisi sizdan so'rasa, bilamsizlar? Bilmaysizlar. Agar bilsanglarmi, vaqtliq bir onu texmi çoğunrak bir patruşun bir şey mümkün. Lahu ma fis semavati vel ard. Osmon zimindagi narsalar Allohning. Unda bo'lgan ekan bu osmon va biz zimindagi narsalarni qo'llashimiz, mush zimindagi narsalar mayli pul olsun, mayli ilm bo'lsin, bu qo'llashgan narsalarni cho'qim Alloh rozi bo'lgan yo'ldan qo'llashaylikki, Alloh uni bizga beradi. İnson dunyoga hech narsa yo'q keladi. Ammo dunyoda hamma narsalarni qo'llashadi, shuhrat, pul, mol dunyo, ammo dunyodan hech narsa yo'q ketadi. Nimishqa? Çünkü hamma narsa Allohning. Hatta bizmi Allohning. Jenimizmi Allohning. Bedenimizning ichida harakat qilayotgan bütün a'zoyimiz Allohning. Hozir men sizlarninki masalan bir sonaki bir a'zoyingni so'rasam, nada deb so'rasam ko'pincha javob bermaysizlar. Ömer, o'tin qayerda o'tin? O't bor senda. İlotmanlik qo'y, nada o't? Demak, bu ya doktor deb berlik, ya'ni bir qator rentgenga tushib, ko'rvaqliq. Agar ko'rmasa, nurg'un a'zolarimizni bilmaymiz. Demak, biz nadaligini uqmaydigan a'zolarimizni jigirim, o'pkam deymiz. To'g'ri, bizning ichimizda. Lekin onun qanday harakat qilganligi bilan yo'q. Jigarning qancha xizmati bor? 300 xildan ortiq. Bir ko'zimiz qanday harakat qiladi? Va ko'zimiz bir kunda o'ttir hisob bilan 70 ming qatim echib yepiladi. Qaronlama yo'q. Ammo ko'zam deysizlar. Qanday harakat qilganligini bilmaysizlar. Demak, biz Allohning a'zoyimiz Allohning. Agar mush a'zoni Alloh taolo bizga bersa, biz hayot tutira olmaymiz. Yuragimiz to'xtamay so'qidi shundami? Agar Alloh taolo ey bandam yuragingni o'zing so'qtirib ol deb bizga berib qo'ysa, biz to'xtamay uni harakatlantirishimiz lozim. Uxlab qolgan vaqtda birisini akib harakatlantirib uxlaylik deyishimiz lozim. Bo'lmasa uxlayolmay, uxlasak yuragimiz to'xtab qolib qolmaymiz. Demak, bizdan bexabar birisi yuragimizni harakatlantiryotdi. Birisi bizning butun bedanimizni saq tutyotdi. O kim? Bütün a'zolarimiz biz va zimindagilarning hammasi uning bo'lgan Allohning. Ko'pincha biz suhbatga vaqt chiqarmaymiz shundaqo. O vaqt kimning ketdi? Allohning ketdi. Alloh bergan vaqtni Alloh uchun ishlatishga vaqtimiz yo'q. Allah bizni afu qilsin. Men zellezi yashfa'u indahu illa biiznih. Allohning ruxsatisiz hech kim shafaat qilolmaydi. Shahidlar shafaat qila oladi. Payg'ambarlar shafaat qila oladi. Ya'ni hadisda kelgan bir qancha turli kishilar shafaat qila oladi, ammo o shafaat qilgan kishilarmi Alloh ruxsat qilgandan keyin ondan keyin shafaat qila oladi. Ya'ni bütün huquq Allohning qulda deydi. O Alloh ya'lamu ma bayna aydihim va ma khalfahum. İşlarının oldini ve keyni biladi. Yani ötken işlarını ve kelgüsünü biladi. Biz kelgüsümüzün qo'rqyapmiz. Kelgüsümüz qanday ola? Maktabni bitirishsa qanday qilamiz? Jinimizni qanday boqamiz? Ashlarning hammasini Alloh biladi. Va la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha. Ular yani insonlar Allohning ilmidan faqat Alloh bildirgan narsalarni biladi. Bizning ilmimiz yani bilgan narsalarimiz Allah'ın ilminin adı hiç neyse emas. Vasi'a kursiyuhus semavati vel ard. Allah'ın ilmi, Allah'ın malumatı asman ve ziminin hemmini öz içine alır. Ve la yauduhu hifzuhuma. Asman ve zimini tutup duruş Allah'a eğir kelmeydi. Çünkü o Allah aliyyun azim, büyük ve üstündür. Mesela qarab baxadigan bolsa, asmanda, atmosferada gaz qatlimi var. Bu gaz qatlimi şu kainat boşluğidan iqib kelgan taşlarni parchalab o'tadi. Agar shu taşdan mushtumchak taşdan birisi shu qatlamdan o'tib ketsa, yer shariga tegib ketsa, falak olimlari yer shari portlab ketadi deydi. Ammo nurg'unlagan taşlar keladi. Mesela xabarga chiqadi, bir taş musha qarab kelib o'tibdimish, manchini keladi ekan deydi. Ammo kelib ba'zilari qayib ketadi, ba'zi shu qatlam uni to'sib qoladi. Shundaqla
Quyoshninki nuri ichida bizning badanimizga foydali, o'simliklarga foydali nurlar bor. Shundaqla bizga ziyonli o'simliklarga ziyonli nurlar bor. Ana shunimi osmonda bir qatlam bor, gaz qatlami. İnsonga, o'simliklarga, shu koinotdagi jonliqlarga ziyonli nurni qaytirib, foydaliligini o'tkazadi. Voy bizga foydali narsani biladigan qanday gaz qatlami u? Aql bormi unda? İlim bormi? Bizni bilandi u gaz qatlami? Bilmaydi. Demak, bu yerda bir zot borki, doim osmon zaminni tutib turayotgan, insonlarni muhofaza qilib turayotgan mushundaq bir zot bor. U zot kim? Biz bugun tunimoqchi bo'lgan Allah Taala. O Allah Ali ve Azim, yani üstün ve büyüktür deydi. Yani Ayet-ül Kürsü'nü biz Kur'an-ı Kerim'deki en büyük ayet dedik. Bunun sebebi ne? Mana şundaq Allah'ını çöndürgenlik için bu en büyük ayet. Ondan başka bir qancha ayetlerde Allah Taala çöndürülgen. Mesela Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'da muşuklar gelip, ey Muhammed, sen ilahin kim degen? Yani Allah'ını çöndür bizge degen. Bu vakitte Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a vehiy kirip Sure İhlas nazil olgan. Kul huvallahu ahad. Ey Muhammed, o müşriklarga aytgan ki, o Allah yekki, yalğız. Asli yalğız degan bir acizlik şunda go. Yalğız qanday qilib bo'lsa deymiz. Ammo Allohga nisbatan yalğız şunda kainatlarning şunda kuchi bo'lgan ekan, bu Allohga nisbatan bir buyuklik. Allahu Samet. Bütün mahluqlar ve canlıqlar Allah'a muhtaç. Qissatda mertebede en yuqori yerga yetgan bir podshoh desakmi, o bir muhtaç. Onun bir acizliği var. Bay degandek ölüm bir acizliği var. Kisel bir acizliği var. Onu pullan, mertulan hal qila olmaydi. O vaqtda kimga taynimiz? Allohga taynimiz. Lam yalid ve lam yulad. O Allah bala tapdi. Ve lam yulad ve tug'ilgan emas. Ve lam yakul lahu kufuwan ahad. O Allah'a osmon va zamin koinotda hech bir tengdishi yo'q. Masalan, Qur'on Kerimninki 5-dagi sura Fatiha'da ayet Allah Taola'ni tunishtiradi. Masalan, elhamdülillahi bütün mediheler Allah'a xas deb bo'lgan ekan. O Allah qanday Allah? Rabbil alamin. Kainatning parvarishkori. Bu orqali kainatning doim parvarish qilmoqchi bo'lmaydiganligini Allah Taolo bizga bildirdi. Ya'ni doim himoya qilmoqchi, parvarish qilmoqchi bo'lmaydiganligini bildirdi. Biz bundan keyingi Allohninki sifatlarini o'qish jarayonida Allohni texmi yaxshi tunaymiz. Ondan boshqa Allohning bu Allah degan mushu labzning ustida bir qancha mo'jizlik nuqtalar bor. O qaysi desanglar, ya'ni buning tavushida. Hammalar Allah deb bakinglar. Allah. Bu Allah degan so'z insonning shu yuragining yendan chiqadi. Allah. Shundoq Allah chiqishimi yurakning qishidan, qaytishimi yurakka qaytadi deydi. Allah. Allah. Xuddi inson sen Allohdan kelding, Allah qaytsa deganga o'xshash. Shundoqla bu Allah degan bu labzda Allah hech qanday qalb midirlamaydi. Shahodat kelimasi shunda, masalan, la ilaha illallah. Qalb midirlamadi hozir. La ilaha illallah. Nima uchun? Allah Taala bizga rahmat qilib, jon halqum kelgan vaqtda, qalbni midirlatquchakmi halqamigan vaqtda, ey bandam, sen en oxirida shahodat kelimasini aytib deb, mushkil shaklda bizga osonlashtirgan bo'lishi mumkin. Vallohu a'lam. La ilaha illallah. Allah Taala jon halqum kelgan vaqtda hammamizga bu shahodat so'zini oson qilsin. Masalan, Allah qalbimiz midirlamagandan keyin 24 soat kuzatiladigan turmaning ishida bo'lib qolsaqmi, biz Allohni deyalaymiz. Saqchilar qalbimiz midirlasam, ya Qur'onni o'qidim bir narsa deydi shundago, turmalarda. Va kishilar bilmaysizlar masalan. Sizlar qalbinglarni midirlatmay turib Allohni zikr qila olamiz. Allah. Allah. Shundago. Bu yani Allah so'zidan bir mo'jizaning qatoridir. Shundaqla bu Allah so'zini qarindoshlar. Parcha qilib etsakmi, yana Allohni bildiradi. Bu Allah sözününki harflerdeki bir mucizelik. Mesela 5'teki elifni elbette Allah'ınki lillah buludu. Lillahi ma fis semavati vel ard. Yani Allah degan gap. İkinci lamni elbette lahu. Lahu mulku semavati vel ard. Bayta Ayet-ül Kürsü'de çıktı. Lahu degan mu Allah'a bildirip kelgan Kur'an-ı Kerim'de. Üçüncü lamni elbette hu. Huellezî yusavvirukum fil arham. Yani bu Allah degan sözününki harfi de mu mana bu şundaq bir hayran qalarlıq möcüzənin barlığını alimlar bayan qıldı. Ondan başqa biz Allah'ınki isimlerini öyrəniş jarayonida bir gapni qilgan. Biz Allah'ınki isimlerini, ma'nosini bilamiz, uqumini oydinlashtiramiz. Ondan keyin o isim bilan axloqlanamiz va yoki o ismning ziddi bilan axloqlanamiz degan. Masalan, Alloh taolani Kerim degan sifatni o'rgangan bo'lsak, Kerim degan nima? Sahiy. Bizmi sahiy bo'lishga tirishimiz.
Allohning Rahim, shafqatli degan sifatini o'rgangan bo'lsak, biz ham mehribon bo'lishga tirishimiz. Allohninki Azim, buyuk degan sifatini o'rgangan bo'lsak, biz kamtar bo'lishga tirishimiz. Ya'ni ba'zi sifatlarniki o'zini aqlimiz, ba'zi sifatlarniki ziddi bilan. Ham Alloh degan Allohning isminiki ziddi bo'lgan qul, banda degan bu sifat bilan biz axloqlanishga, haqiqiy banda bo'lishga tirishimiz. Mishqalsanglar inson asli tabiatda bir narsaga banda bo'lishga mos shu xil tabiat bilan yaratgan. Allohga ishonmaydigan bir ateist dinsizmi bir narsaning quli. Nimaning quli bilamsizlar? Havoy havasining quli. Ya'ni ko'ngli nimaga ta'sir shuni qilsa bir odam, ko'ngli nimada xo'sh bo'lsa shuni qilsa, tomoq cheksa, ya'ni ko'nglining kengidan mangan bo'lsa, u odam o'zining ko'nglini iloh qilgan bo'ladi, ko'ngliga qul bo'lgan bo'ladi. Inson chuqur bir narsaga qul bo'lmay amal yo'q. Allohga qul bo'lsa, inson o'rlaydi, ustun bo'ladi. Allohdan boshqa har qanday bir narsaga qul bo'lsa, inson tuvallaydi. Alloh qul ishlagan qanday bo'ladi desanglar, biz hayotimizda nimani eng cho'ng bilsak, hayotimizning umumiy markaziga nimani qo'ygan bo'lsak, nimani qo'g'lishib yashagan bo'lsak, u narsaga qul bo'lgan bo'lamiz. Shunga mayl o'qayli, mayl ishlayli, mayl tijorat qilayli, bizning eng oxirgi nishonimiz, tijorat qilishdan bo'lgan nishonimiz, ishlashdan, o'qishdan bo'lgan nishonimiz, eng oxirgi nishonimiz Alloh buyurgandek yashash bo'lgan vaqtda, ondan keyin biz mushu ismning taqozosi bo'yicha axloqlangan, ya'ni haqiqiy banda, qul bo'lgan bo'lamiz. Alloh taolo bizni o'ziga haqiqiy loyiq bir qul bo'lganini nisb qilsinki, boshqa dunyodagi ko'ngilga, havoy havasga qul bo'lib qolishdan saqlasin Alloh taolo. Chunki inson Allohga qul bo'lgan vaqtda o'rlaydi dedik. Shundaqla inson Allohga qul bo'lgan vaqtda u haqiqiy dunyodagi huzurni topa oladi. Undan boshqa har qanday bir narsaga qul bo'lsa, ya'ni ko'ngliga qullab qolsa, yoki bir martabaga qullab qolsa, martabani qo'g'lishib yashasa, yoki shuhratga qullab qolsa, shuhratga qullab qolsa qanday bo'ldi? To'xtamay shuhrat qo'g'lishidi. Yoki mol dunyoga ham qullab qolsa, bu odamning hayoti vaqtliq lazzat bo'ladi. U lazzatning keyinda bir xil bearomchilik, qalbi huzur topmaydi. Chunki Alloh taolo Qur'on Karimda ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Qalblar faqat va faqat Allohning zikri bilan arom topadi deydi. Qarab boqadigan bo'lsak, moddiy jihatdan taraqqiy qilgan bo'lsa-mu, lekin u yerdagi tushkunlik, o'zini o'ltirish nisbatidan ko'p ekanligini ko'ramiz. Nima uchun? Chunki qalb Allohning zikri bilan arom topadi. Undan boshqa har qanday bir narsaninki moddiy narsalardan vaqtliq arom topadi. Masalan, sizlar bir telefon olsanglar xushal bo'lsa, bir mashina olsak xushal bo'lamiz, uy olsak xushal bo'lamiz. Ammo bu eng uzun bo'lganda 2,5 oy suradi. Bir insonniki maddiyatdan olgan xushalliqi 2,5 oydan 3 oy qadar davom etadi. Undan keyin u normal bir narsaga aylanadi. Undan keyin uning yuqorisiga intilamiz, uning ishga xushalligimiz. Demak, bu nisbiy lazzat, nisbiy xushallik. Ammo haqiqiy lazzat qachon bo'ldi desanglar, haqiqiy xushallik biz hayot markazimizga Allohni qo'ygan vaqtimizda, Alloh buyurgandek yashashni nishon qilib yashagan vaqtimizda, ana shu vaqtda biz haqiqiy huzurga erishimiz. Alloh taolo Qur'on Karimda uchuq deb qo'ydi. "Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka." Kimki mening zikrimdan yuz o'raydi ekan, ya'ni mal qul bo'lmaydi ekan, boshqa bir narsaga qul bo'ladi ekan, boshqa bir narsani qo'lishib yashaydi ekan, fa inna lahu ma'ishatan danka. Uning hayoti bir xil tarliq ichida, xotirjamsizlik ichida bo'ladi deydi. Alloh taolo hammamizni ana shu o'ziga haqiqiy qul bo'lgan, bu hayotdagi yashash g'oyasini bilgan, Allohni tunigan, Allohni tunigandan keyin Allohni haqiqiy sevgan bandalarning qatoridan qilsin. Inshaalloh kelarki haftada yana Allohningki boshqa ism va sifatlarni tunishni davom qilamiz.